Assalomu alaykum aziz o'g'lim. Bugun ko'nglim tog'dek baland. Ko'zlarimda quvonch yoshlari, qalbimda faxr va iftixor tuyg'ulari jo'sh urmoqda. Sababi mening farzandim oliy ta'limni imtiyozli diplom bilan tamomlab, vatanimiz va xalqimizning ishonchi bilan mas'uliyatli lavozimda faoliyat olib bormoqda. Bilasanmi? Men yillar davomida shu kunga yetkazishni orzu qilib, tun-u kun Allohdan so'ragan edim. Shukrki, bu kunga yetdik. Rahmat senga o'g'lim. Bu nafaqat sen uchun, balki butun oilamiz, mahallamiz, qarindosh urug'larimiz uchun ham muhimdir. Bugun meni do'stlarim mahalla ko'y oldida boshimni tik tutib, o'g'lim oliy ma'lumotli bo'ldi, o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'ldi, endi bor salohiyatini, bilimini xalqimiz farovonligi va vatanimiz ravnaqi uchun sarflaydi deb faxr bilan aytmoqdaman. Sen orqali yuzim yorug', ko'nglim chog', qalbim taskin topdi. Qadrli o'g'lim, bugun senga katta ishonch bildirildi. Vatanga, xalqqa xizmat qilish nafaqat sharaf, balki ulkan mas'uliyatdir. Shunday ekan, otalik so'zimni hamisha yodingda saqla. Hayoting davomida halollik va poklikdan hech qachon ayro yo'l tutma. Har bir ishingda mas'uliyatni chuqur his qil. Shaxsiy manfaatlaringni xalq manfaatidan hech qachon ustun qo'yma. Korrupsiya degan jirkanch illatdan hamisha uzoq bo'l. Men seni peshona terim, halol mehnatim, to'g'ri so'z, mard, el yurtiga sadoqatli inson qilib tarbiyaladim. Pok mehnat va samimiyat bilan ishlasang, xalqning duosini, rahmatini olib yashasang, ana shunda turmushingda baraka, hayotingda halovat bo'ladi. Ana shunda men hamisha sendan rozi bo'laman. Farzand uchun ota roziligi Allohning roziligidir. Ota uchun esa xalq orasida o'g'lining yaxshi nomi bilan yurishdan katta baxt yo'qdir. Aziz o'g'lim, yodingda tut. Inson umrining qimmati uning halolligi va odamlarga qilgan yaxshi amallari bilan belgilanadi. Sen hamisha yurtdoshlarimizning duosini, otangga rahmat degan xayrli kalomni olib yashashni o'zingga maqsad qil. Mening pok rizqim bilan o'stirgan farzandim o'z kasbida, vazifasida, vatanimizga sadoqat bilan xizmat qilishiga hech shubham yo'q. Alloh yo'lingni ochiq, ishlaringni xayrli qilsin. Har qadamda seni qo'llab-quvvatlayman va duolarim doimo sen bilan birga. Seni juda yaxshi ko'ruvchi, sen bilan faxrlanuvchi otang.